Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga vitaminga boy sariyog' tayyorlashni o'rgataman. Buning uchun bir bosh sarimsoq piyoz, 7 relta sariyog'imiz va ukrop bir bog' kerak bo'ladi va 2 qoshiqday zaytun yog'i yoki semchka yog'i bo'lsa ham bo'ladi. Hamma masalliqlarimizni to'g'rab olamiz va maydalagichga solib, sariyog'imizni hammasini solamiz. Yog'imizni ham qo'shib, maydalagichda yaxshilab maydalab olamiz. Agar siz sarimsoqni yoqtirmasangiz, 1-2 dona solsangiz ham bo'ladi. Petrushka bo'lsa, petrushka ham qo'shib yorsangiz, ta'miga yanada ta'm qo'shadi. Vitaminlarga juda ham boy bo'ladi bu. Endi masalliqlarimizni idishimizga streshni qo'yib olamiz birinchi. Keyin sariyog'imizni solib, tekislab 2 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Mana ajoyib sariyog'imiz tayyor. O'zingiz xohishlaringizga qarab yana qo'shsangiz bo'ladi har xil mahsulotlarni.